Akalar, assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi akalar? Kecha bizda klientimizda telefon qolib ketgan, iPhone 15. Mana ketyapmiz hozir. Telefonni olib borib bergani, platni yo'lga chiqyapmiz. Ko'ramiz-ku akalar, qani xudo xolasa klientimizdan qanaqa reaksiya bo'lar ekan. Biz esa hozir platga chiqib ketyapmiz. Klient tomon yo'l oldik. Sizlar ungacha kommentariyaga o'z fikringizni qoldiringlar. Xudo xolasa nima bo'lar ekan? iPhone 15 Pro ni bilmadim men. Klientga olib ketyapmiz. Akalar, mana omonatni ham o'z egasiga topshirdik. Egasi ham xursand bo'lib qoldi, biz ham xursand bo'ldik. Zato что omonatini eson-omon egasiga topshirganimizdan va xursandchiligidan bizga 2000 rubl Anvar spasibo вам большое deb berdida, shuni telefon olib ketdi. Hammaga omad, men ham xursand, klient ham xursand. Hammaga kun davomida yaxshi kayfiyat tilab qolamiz akalar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.